Keldi. 5 yil degandi. Bo'lmasanlar. Mana Farhod. Bu chet elda 5 yil ishlab kelib, zo'r bo'lib ketdi, dishgulik oldi. Odam sog'inib ketdi, 5 yil deganda. Ha, gapirma. O'shanga qarab, mana bir. Yaxshi kelding, o'rtoq. Jigar, tuzumsan. O'rtoq? Tuzumsan? Jigar, Yaxshimisan? yaxshimisanlar? Kelishing bilan mashina bosib yoribsan-da. Yaxshi kunlaringga hayda jigar. Rahmat. Mani birinchi olaman degan mashinam inomarka bo'ladi derding. Shunda hozir Jiguli ham inomarka-da, to'g'rimi? Ha, Farhod? Yoshlar katta bo'lgan og'aynimsan-ku. Sen hech qachon adashmaysan. Sen inomarka desa, inomarka-da. Bo'ldi qillar, O'zi 5 yil deganda endi ko'rishdi. Umid, sen mashinangni hayda, bitta mashinada ketamiz. Shahobiddin mashinangni qupla. Yo'ldama, bitta joyga kirib chiqishim kerak edi. Farhod bilan o'taman. Senlar Lutfim bilan mashinangda ketdilaring. Farqi bo'lmasa. Lutfulla, o'tir. Ketdi. O'sha ko'rishamiz bo'lmasa. Bo'ldi. Hop. O'tir jigar. Chiqanaqa ishimiz yo'q edi-ku. Mashinamga chiqazgim kelmadi. O'tirib olib g'iybat qilmasdan, bo'lar bo'lmas gapga kulmasdan. Sen hop degan bolam. Yo'q, ada. Siz menimcha noto'g'ri tushunyapsiz. U bolalar meni yoshlikdan beri katta bo'lgan og'aylarim-ku. Kiyib olgan kiyimimga, haydab olgan mashinamga, cho'mchigimni, pulimga qarab muomala qiladigan bolalar emas. Kerak bo'lsa meni santengi paytimda. Yarim Toshkent og'aynim bo'lgan. Sen aytganimni qilib, o'rtoqlaringni bir sinab ko'r. Hop, ada. Ha, tushunarli. Nimada ketamiz unda? Ha, bolalar. Kutib qolmadinglarmi? Hozir boshqa yetroy qo'yib tushamiz. Voy, Farhod? Tushunmadim. Jigar, mashinani zo'rini bosib olibsiz-mi? Menga qara, nomeri ham bopilab qo'yibdi-ku. 077 Jojo. Ha, jigar. Ketib yana qaytib kelmasdan, erkak bo'lib yashagin erkak. Bo'lsin senda biroz g'urur, soxta mehr